Barchaga assalomu alaykum. Ontech YouTube kanalidasiz va biz ushbu videoda mana shunaqa video yasashni ko'rib chiqamiz. Xuddi shunaqa videoni Wen dasturi tayyorlash bo'yicha darsimiz ham bor va bundan tashqari bunaqa ko'plab darslarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Agar video yoqadigan bo'lsa, mayli like bosish o'zingizlardan. Xo'p, CapCut programmasidan New Projectni bosaman. Xo'p, o'zimga kerak bo'ladigan videoni tanlayman. Demak, videoda mana bu endingni o'chirib qo'ymagan ekanman, o'chirib tashladim. Videoni boshdan oxiriga chiqaradigan bo'lsanglar, kamera qimirlamayapti. Obyekt kamerani oldidan yurib o'tayapti. Xo'p. Birinchi qiladigan ishim mana bu videoni ustiga bosib, uni mana bu pastdan Basicga adashdim. Transformga kirib, mirror qilib aylantirib olaman. Ya'ni chapdan o'ngga qarab yurayapti. Xo'p, endi xuddi shu videoda text tugmasini bosib, add text qilib, o'zimizga kerakli matnni yozib olamiz. Matnni o'zimizga kerakli joylashuv bo'yicha joylashtiramiz. Agar kerak bo'lsa, fontsga o'tib, o'zingizlar yoqtirgan bironta fontni qo'yib olishinglar mumkin. Ko'ryapsizlar, fontlar ham juda ham ko'pchiligi Pro rejimga o'tgan. Matnni o'zimizga kerakli joyga joylashtirib olganimizdan keyin uni butun video bo'ylab tortib qo'yamiz. Mana shunday. Va bu videoni eksport qilib olamiz. Eksport tugmasini bosaman. Menda 30 sekundlik reklama. Yuqoridagi sekund sanagan yozuvimiz reward grantedga o'zgardi. Shuni bosamiz X ni. Endi video eksport bo'lishni boshlaydi. Xo'p, videoni eksport qilib oldik. Bu yerdan donni emas, mana bu strelkachani bosamiz. Proyektdan orqaga qaytamiz. Tekstni o'chirib tashlaymiz. Demak, videoni ustiga matn yozib, matnli videoni saqlab oldik. Endi hech qanaqa video tanlanmagan holatda pastdan overlayni bosib, add overlay qilamiz va o'sha yozib olgan videomizni tanlaymiz. Ko'ryapsizlar, video o'lchamlari orqadagi videodan biroz kichkina. Uni qo'limiz bilan surib ham to'g'rilashimiz mumkin. Lekin ba'zida bu biroz bo'lsa ham joylashmay qolsa, video xunuk chiqib qolishi mumkin. Shuning uchun o'sha videoni tanlab, pastdan Basicni topib, ko'ryapsizlar, mana joylashuvini 00 bo'yicha va mana bu kattalashtirish 100% aylanishini ham ko'rib to'g'rilab qo'yamiz. Demak, videolar bir xilda joylandi. Endi overlaydagi videoni tanlaymiz va pastki tugmalar paneldan maskani tanlaymiz. Maska va gorizontal maskani tanlab, xo'p, mana bunday qilib aylantirib olamiz va bu yerga joylashtiramiz uni. Biroz aylantiramiz. Taxminan mana shunday. Endi maskani demak to'g'rilab oldik va bu yerda keyframe plus belgichasi turibdi, rombikcha, ana shuni bosamiz. Va bu maskaga keyframe o'rnatishni boshlaydi. Endi timeline'da turgan videoni biroz surib, unga mos holatda maskamizni chizig'ini ham surib ketamiz. Demak, timeline'dagi videoni yaqinlashtirib olib, videodagi obyekt harakatiga moslab maskani ham surishni boshlaymiz. Bu biroz vaqt talab qiladi. Demak, mana bu maska chizig'ini ham sozlab, o'sha obyektga mos qilib maskani surib ketamiz. Bu sizdan biroz vaqt talab qiladi. Ishingizni qanchalik sifatli va chiroyli chiqishi, demak, mana shu maskani harakatlantirishingizga ham bog'liq. Demak, maskani harakatlantirib oldik. Pastdagi galchkani bosamiz va videoni boshdan bitta ko'rib olamiz. Ko'ryapsizlar, videomiz juda ham yaxshi chiqdi. Albatta, bu videoni qanchalik sifatli chiqishi
sizdagi videoni sifatiga va matnni joylashtirishingizga bog'liq. Ko'ryapsizlar, bizada ham yaxshi chiqdi. Ya'ni videodagi yurib ketayotgan odam bilan bizani maskamiz, chizig'i juda ham bir-biriga mos tushdi. O'shaning hisobiga matn juda ham yaxshi ko'rindi. Albatta, bunaqa videolarni siz o'zingizning videolaringizni boshlang'ich qismida ishlatishingiz mumkin. Shuningdek, yakuniy qismida ham foydalanishingiz mumkin. O'zingiz mana bu matn rangini, fontni o'z videongizdan kelib chiqib, albatta tanlashingiz, ya'ni matnga stil berishingiz mumkin. Matnga stil bermoqchi bo'lsangiz, albatta uni matnli videoni tayyorlashda stil berib saqlanib qilib oling. Chunki mana bu yerda hozir matnni o'zgartirib bo'lmaydi. Bundan oldin o'sha matnli videoni yozib saqlab olgan vaqtimizda matnga stil berib sozlab olishingiz kerak bo'ladi. Umuman olganda xuddi shunaqa effektni Ven dasturida ham tayyorlasa bo'ladi va bu bo'yicha bizning darsimiz bor. Albatta, kanalga kiring, Ven playlistimizga o'ting va xuddi shu narsani Ven dasturida tayyorlab o'rganishingiz mumkin. Sizga CapCut yoki Ven unisidan yoki bunisidan foydalaning demayman. Ikkalasidan ham foydalaning. Chunki qaysidir effektlarni bu dasturda, qaysidir effektlarni esa boshqasida tayyorlash oson. Bunda vaqtdan yutishingiz mumkin bo'ladi. Barchaga omad. Bizning kanalga obuna bo'linglar. Video yoqqan bo'lsa like bosib, o'zingizlarning fikringizni, savollaringizni kommentariyaga yozib qo'yinglar. Telegramda ham guruhimiz bor. Ulanib savollaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Albatta, videoga like bosishingizdan chiqmasin. Bizani kuzatishda davom etinglar.